Dadam sababli men birinchi yil yuridik universitet talabasi bo'lishga erishganman. O'sha payti o'qishga topshirishimdan oldin borib dadam, oyim birga o'tirgan paytda so'raganman. Dadajon, oyijon, men hozir o'qishga topshiraman. Yuridikga topshiraveraymi yoki o'zimizdagi boshqa kirish ehtimoli yuqoriroq yo'nalishga kiraveraymi degan savolni berganimda, qaysi sohaga qiziqasan, o'shanga qarab o'qi deganda men javob berganman. Hozir yuridikga topshirsam 50 ga 50 kirish, bali baland, mabodo yiqilsam degan joyimda dadam undan qo'rqma, yana bir yil tayyorlayman agar o'shanga qiziqsang deganlar. Sababi boshqa o'zim qiziqmagan sohada o'qib ertaga pushomon bo'lib yurgandan ko'ra bir yil qiynalishsa-da meni tayyorlanishimga yana rozi bo'lib, bos o'g'lim deb yuridikga ruxsat berishgan va o'sha menga berilgan dalda, o'sha menga berilgan ishonch bilan men o'sha yilning o'zida talabalik maqomiga erishganman. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Har doim mehnatni qattiq qilib, ota-ona va ustozlardan duo olib, faqat olg'a bosish kerak. Natija Allohdan.